Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan muhim bir mavzu haqida gaplashamiz. Shaxsiy mol-mulkingiz, uy-joyingiz sizning eng katta boyligingiz, kelajagingiz garovi. Ammo hozirda bu borada shunday jiddiy o'zgarishlar yuz bermoqdaki, ularni bilmaslik, e'tiborsizlik qilmaysizlik sizni nafaqat jiddiy muammolarga, balki hatto mol-mulkingizdan mahrum bo'lish xavfiga ham olib kelishi mumkin. Bu ma'lumot har bir uy egasi, har bir ko'chmas mulk sottisi yoki rasmiylashtirish bilan shug'ullanuvchi fuqaro uchun o'ta muhim. Shuning uchun iltimos, diqqat bilan tinglang va hoziroq kanalimizga obuna bo'ling. Bu videoga esa like bosing. Bu videoni oxirigacha ko'rish orqali siz o'zingizni va yaqinlaringizni katta muammolardan himoya qilishingiz mumkin. Muammoning mohiyati, oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avval vaziyat qanday bo'lganini eslab olaylik. Bir necha yil oldin ko'chmas mulkni rasmiylashtirish, xususan uy-joyga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlarni olish yoki yangilash juda murakkab, vaqt talab qiladigan va ko'pincha yoqimsiz jarayon edi. Bunga uzoq navbatlar, bir idoradan ikkinchisiga yugurishlar, turli qog'oz hujjatlarni to'plash, ming bir mayda ma'lumotni qo'lda kiritish va doimiy byurokratik to'siqlar sabab bo'lardi. Masalan, bitta uyning kadastr hujjatini olish uchun haftalab, ba'zan o'ylab kutishga to'g'ri kelardi. Har bir qadam, har bir imzoga alohida e'tibor berish lozim edi. Chunki xato bo'lsa, yana boshidan boshlashga to'g'ri kelardi. Bu jarayon fuqarolarga juda ko'p noqulayliklar tug'dirar, ortiqcha sarf xarajatlar va asab buzilishlariga olib kelardi. Eng yomoni, bu holat turli korrupsion sxemalarning rivojlanishiga ham zamin yaratardi. Chunki odamlar tezroq ishini bitirish uchun noqonuniy yo'llarga murojaat qilishga majbur bo'lishardi. Hozir esa vaziyat tubdan o'zgardi. Deyarli mutlaqo yangi tizim joriy etildi. Davlatimiz ko'chmas mulk sohasidagi barcha jarayonlarni raqamlashtirishga, maksimal darajada shaffoflashtirishga va fuqarolar uchun qulaylashtirishga harakat qildi. Endi barcha ma'lumotlar yagona elektron kadastr tizimida jamlangan, bir darcha tamoyil asosida ishlaydigan davlat xizmatlari markazlari orqali ko'plab xizmatlarni olish mumkin. Bu albatta juda katta qulaylik. Qog'ozbozlik kamaydi. Navbatlar qisqardi. Jarayonlar tezlashdi. Inson omili kamaygani hisobiga korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik uchun sharoit yaratildi. Masalan, ilgari 20 ish kunida beriladigan kadastr pasporti hozirda elektron shaklida bir necha kunda. Ba'zida hatto bir necha soat ichida tayyor bo'lishi mumkin. Qulaylik shundaki, endi deyarli barcha operatsiyalar elektron tarzda amalga oshiriladi va ularning shaffofligini ta'minlash uchun har bir harakat tizimda qayd etiladi. Lekin bu yerda bir katta ammo bor. Aynan shu qulayliklar o'z-o'zidan yangi muammolar, yangi xavf-xatarlar va yangi mas'uliyatlarni keltirib chiqardi. Ko'pchilik hammasi avtomatlashtirilgan bo'lsa, endi nima uchun xavotirlanishim kerak deb o'ylashi mumkin. Aslida esa aksincha, aynan shu qulaylik o'rtida siz bilishingiz shart bo'lgan nozik jihatlar yashiringan. Agar siz bu yangi tizimning ishlash prinsiplarini, undagi tuzoqlarni bilmasangiz, mol-mulkingiz bilan bog'liq kutilmagan va jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. E'tibor degan so'z aynan shuning uchun ishlatilyaptiki, tizim soddalashgan bo'lsa-da. Sizning shaxsiy e'tiboringiz va ma'lumotlarga ogohligingiz oshishi zarur. Asosiy qism 1. Nima bilish kerak, kim xavotirlanish kerak va kimga tegishli emas? Nima bilish kerak? Eng avvalo, siz o'zingizning mol-mulkingiz haqidagi barcha ma'lumotlarning yagona elektron bazada, ya'ni raqamli kadastr tizimida to'g'ri aks etganligiga ishonch hosil qilishingiz shart. Endi qog'oz hujjatlarning ahamiyati kamaygan, lekin ular butunlay ahamiyatsiz bo'lib qolgani yo'q. Elektron ma'lumotlar asosiy ustuvorlikka ega. Har qanday oldi-sotdi, garovga qo'yish, hadya qilish yoki meros qoldirish kabi operatsiyalar aynan shu elektron bazadagi ma'lumotlarga asoslanadi. Agar bazadagi ma'lumotlar eski yoki noto'g'ri bo'lsa, siz kelgusida mol-mulkingiz bilan bog'liq har qanday huquqiy amalni bajara olmaysiz. Kim xavotirlanishi kerak? Aslida har bir ko'chmas mulk egasi xavotirlanishi kerak. Ayniqsa quyidagi toifadagi fuqarolar alohida e'tiborli bo'lishlari lozim. 1. Qog'oz hujjatlari eski bo'lganlar. Agar sizning uy-joyingizga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlaringiz 2018 yiligacha olingan bo'lsa, ya'ni Sovet davridagi yoki mustaqillikning dastlabki yillaridagi eski kadastr hujjatlari, orderlar, dalolatnomalar bo'lsa, siz zudlik bilan ularni tekshirib, zarur bo'lsa yangi tartibda rasmiylashtirishingiz shart. Eski hujjatlar elektron bazaga noto'g'ri kiritilgan bo'lishi yoki umuman kiritilmagan bo'lishi mumkin.
minglab, balki 10 minglab fuqarolarning holati aynan shunday. Misol 1. Bobur akajonning eski hujjatlari muammosi. Toshkentda yashovchi 6 yoshli Bobur akajon 1905-yilda qurilgan uyiga Sovet ittifoqi davrida olingan qog'oz order va kadastr hujjatiga ega. Endi u oilasiga yordam berish maqsadida uyini sotmoqchi bo'ldi. Xaridor topildi. Notariusga borishdi. Ammo notarius Bobur akajonning uyi haqidagi ma'lumotlar elektron bazada to'liq emasligini, ba'zi ma'lumotlar esa umuman yo'qligini aytdi. Aniqlanishicha, Bobur akajonning uyining umumiy maydoni qog'oz hujjatda 120 kvadrat metr deb ko'rsatilgan bo'lsa, elektron bazada 810 kvadrat metr deb xato kiritilgan ekan. Shu sababli Bobur akajon uyini sota olmadi. Unga avval davlat xizmatlari markaziga borib, ma'lumotlarni to'g'irlash, hujjatlarni yangi tartibda rasmiylashtirish kerakligi aytildi. Bu jarayon Bobur akajonga qo'shimcha 2 hafta vaqt va 5 ming so'm atrofida xarajat olib keldi. Ustiga ustak xaridor ham boshqa uy topib, Bobur akajon bilan kelishuvni bekor qildi. Bu kabi holatlar odamlar uchun nafaqat moliyaviy, balki ruhiy qiyinchiliklar ham tug'dirmoqda. 2 yangi qurilgan uylardan xarid qilganlar. Quruvchi kompaniyalar orqali olingan kvartiralar yoki uylar ham dastlabki bosqichda elektron bazaga to'g'ri kiritilmagan bo'lishi mumkin. Siz kompaniyaning barcha hujjatlarini to'g'ri rasmiylashtirganiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Misol 2. Dilbar opaning yangi qurilgan uydagi xato. Farg'onada yashovchi Dilbar opa 2022 yilda yangi qurilgan zamonaviy turar joy majmuasidan kvartira sotib oldi. Quruvchi kompaniya barcha hujjatlarni o'zlari rasmiylashtirib berishini va'da qilgan edi. 1 yil o'tib, Dilbar opa bankdan kredit olib, biznesini kengaytirmoqchi bo'ldi va kredit garovi sifatida kvartirasini ko'rsatdi. Bank xodimi elektron kadastr ma'lumotlarini tekshirganda, Dilbar opaning kvartirasi kadastr bazasida 3 qavatda emas, balki 2 qavatda joylashganligi, maydoni esa 75 kvadrat metr emas, balki 68 kvadrat metr deb xato kiritilganligi aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, quruvchi kompaniya ko'p qavatli binoni kadastrga topshirishda ba'zi xatoliklarga yo'l qo'ygan va bular elektron bazaga xato tarzda o'tib ketgan. Natijada Dilbar opaning krediti rad etildi va u qariyb bir oy vaqtni ushbu xatolarni to'g'rilashga sarflashiga to'g'ri keldi. O'tin merosxo'rlar vafot etgan ota-onadan qolgan uy joyini meros qilib olishda, agar marhumning hujjatlari eski bo'lsa, merosni rasmiylashtirish jarayoni juda murakkablashadi. Merosxo'rlar o'zlariga tegishli bo'lgan mulkni o'z nomlariga o'tkazishda jiddiy to'siqlarga duch kelishlari mumkin. Misol uchun Akmal va Aziza opaning meros muammosi. Samarqandda yashovchi Akmal va Aziza opa singil 2023 yilda vafot etgan onalaridan qolgan uy joyini meros qilib olishga harakat qilishdi. Onalarning uy hujjatlari 1995 yilda berilgan eski shakldagi kadastr pasporti edi. Notarius merosni rasmiylashtirish uchun ularning uyini elektron kadastr bazasida topa olmadi. Aniqlanishicha, uyning kadastr raqami umuman elektron bazaga kiritilmagan yoki noto'g'ri kiritilgan. Opa singillarga onalarning uyini qayta o'lchattirib, boshidan kadastr hujjatlarini yangilash kerakligi aytildi. Bu ularga nafaqat bir necha million so'm xarajat, balki 3 oydan ortiq vaqtni ham yo'qotishga majbur qildi. Bu kabi holatlar tufayli ba'zan merosxo'rlar mulkini rasmiylashtira olmay, uzoq yillar davomida bu uylarni yuridik o'lik holatida qoldirib kelishmoqda. Kimga tegishli emas? Kimdir yangi tizim joriy etilgandan keyin, ya'ni 2015-yildan keyin o'z mulkini to'liq qonuniy tarzda rasmiylashtirgan bo'lsa, ularning ma'lumotlari elektron bazada to'g'ri aks etgan bo'lishi ehtimoli yuqori. Ammo ular ham to'liq xotirjam bo'lishlari kerak emas. Chunki tizim yangi bo'lgani sababli dastlabki kiritishdagi xatoliklar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir fuqaro o'z mol-mulki ma'lumotlarini muntazam ravishda tekshirib turishi, ehtimoliy xatolarni o'z vaqtida bartaraf etishi juda muhimdir. Baqalashgan yara deganlardek, kichik xatolik vaqt o'tishi bilan katta muammoga aylanib ketishi mumkin. Asosiy qism 2. Qoidalardan istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar. Har qanday tizimda bo'lgani kabi, yangi kadastr tizimida ham ba'zi istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan tuzoqlar va noaniq jihatlar mavjud. Ularni bilish sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi. Istisnolar. Ayrim hududlar, ba'zi chekka olis qishloq joylarda yoki tog'li hududlarda internet infratuzilmasi hali to'liq rivojlanmaganligi sababli elektron tizimga ma'lumotlar kiritishda kechikishlar yoki ayrim qog'oz shakldagi hujjatlarni talab qilish holatlari uchrab turishi mumkin.
Bu hududlarda aholi ko'pincha eski tartib-qoidalar bilan ishlashga odatlangan bo'ladi. Bu esa elektron tizimga o'tishda muammo tug'diradi. Ikki maxsus mulklar, davlatga tegishli strategik ahamiyatga ega obyektlar, tarixiy va madaniy meros obyektlari, shuningdek davlat rezervidagi yerlar kabi maxsus toifadagi mulklarni ro'yxatga olish va ularga egalik qilish tartiblari fuqarolarning shaxsiy mulklari tartibidan farq qilishi mumkin. Bu turdagi mulklar alohida qonunlar va nizomlar bilan tartibga solinadi. Tuzoqlar va noaniq jihatlar, raqamli savodsizlik va firibgarlik xavfi elektron tizimning qulayligi bilan birga. Raqamli savodsizligi bor fuqarolar uchun bu jiddiy tuzoq bo'lishi mumkin. Firibgarlar aynan shu bo'shlikdan foydalanib, o'zlarining shaxsiy manfaatlarini ko'zlaydilar. Ular o'zlarini kadastr xodimi, DEXIM mutaxassisi yoki boshqa vakolatli shaxs sifatida tanishtirib, telefon orqali yoki qalbaki veb-saytlar orqali fuqarolardan shaxsiy ma'lumotlarni, masalan, bank karta raqamlari, parollari yoki shaxsiy kabinetga kirish kodlarini so'rashlari mumkin. Bu ma'lumotlar orqali ular fuqaroning mulkini o'z nomlariga o'tkazishga yoki mulk bilan bog'liq boshqa noqonuniy amallarni bajarishga harakat qilishadi. Bir misol, 7 yoshli Gulnora xolaga firibgar telefon qilib, kadastr ma'lumotlaringiz noto'g'ri, to'g'irlash uchun elektron imzoingiz kodini ayting deb aldagan va uning nomiga yirik mikrokreditni rasmiylashtirishga urinishgan. Faqat Gulnora xolaning o'g'li ogohligi tufayli bu urinishning oldi olingan. Ma'lumotlardagi noto'g'riliklar va ularning oqibatlari. Dastlabki ma'lumotlarni elektron bazaga kiritish jarayonida xodimlar tomonidan xatoliklarga yo'l qo'yilishi mumkin. Masalan, uyning manzili, maydoni, yer uchastkasining konfiguratsiyasi yoki egalik shakli noto'g'ri kiritilishi mumkin. Bu kabi kichik xatolar kelajakda katta muammolarga olib keladi. Agar sizning mulkingizga tegishli ma'lumotlarda xatolik bo'lsa, siz uni sota olmaysiz, garovga da qo'ya olmaysiz, kredit ololmasligingiz mumkin. Hatto meros qoldirishda ham jiddiy muammolar yuzaga keladi. Tizimda yashirin og'irliklar, masalan, mulk ustida taqiq, garov, boshqa shaxslarning huquqlari bo'lishi mumkin. Ular eski qog'oz hujjatlarda aniq ko'rinmagan bo'lsa, endi elektron bazada tez topiladi. O'ttim, qayd etilmagan o'zgarishlar, ko'plab fuqarolar o'z uy-joylarida ruxsatsiz qurilish yoki qayta qurish ishlarini amalga oshiradilar. Masalan, hovlidagi imoratga yana bir xona qo'shishadi yoki birinchi qavatdagi uyning balkoni hisobiga oshxonani kengaytirishadi. Agar bu o'zgarishlar kadastrda rasmiy ravishda qayd etilmagan bo'lsa, sizning mulkingizning haqiqiy holati bilan elektron bazadagi ma'lumotlar o'rtasida nomuvofiqlik yuzaga keladi. Bunday holda mulkni sotishda yoki boshqa huquqiy amallarni bajarishda qiyinchiliklar kelib chiqadi. Avval ruxsatsiz qurilishni qonuniylashtirish yoki dastlabki holatga qaytarish talab etiladi. Bu esa katta vaqt va pul talab qiladi. Hujjatlarning haqiqiyligini tekshirish. Endi ko'plab hujjatlar elektron shaklda taqdim etiladi. Elektron hujjatlarning haqiqiyligini tekshirishni bilish juda muhim. Har bir rasmiy elektron hujjatning o'z identifikatsiya raqami va elektron raqamli imzo bilan tasdiqlanishi kerak. Hujjatning to'g'riligiga shubha tug'ilganda, uni davlatning rasmiy portallari orqali tekshirish zarur. Firibgarlar qalbakilashtirilgan elektron hujjatlarni taqdim etishi mumkin. Shuning uchun diqqatli bo'lish lozim. 5. Notariuslarning yangi roldagi ahamiyati. Yangi tizimda notariuslarning roli o'zgardi. Ular endi shunchaki hujjatlarni tasdiqlash bilan cheklanib qolmaydi. Balki ko'chmas mulk bo'yicha elektron bazadagi ma'lumotlarning to'g'riligini va ularning haqiqiyligini tekshirishda ham asosiy bo'g'in hisoblanadi. Shuning uchun ishonchli va tajribali notariusga murojaat qilish juda muhim. Ular sizga mulkingiz bilan bog'liq barcha ma'lumotlarning to'g'riligini aniqlashda yordam berishlari mumkin. Amaliy maslahatlar: nima qilish kerak? Yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, sizning mol mulkingiz xavfsizligi va kelajakdagi muammolarni oldini olish uchun aniq va ketma-ketlikda bajarilishi kerak bo'lgan amaliy qadamlar mavjud. Iltimos, bu maslahatlarni jiddiy qabul qiling va ularga amal qiling. Mulkingiz holatini onlayn tekshiring. Bu eng birinchi va eng muhim qadam. Hozirgi kunda siz o'z mol mulkingiz haqidagi barcha ma'lumotlarni elektron shaklda Davlat kadastr palatasining rasmiy sayti, uz yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov orqali tekshirishingiz mumkin. Bu saytlarga kirib, mening mulkim bo'limini toping va shaxsiy identifikatsiya raqamingiz orqali o'z mulklaringiz haqidagi ma'lumotlarni ko'rib chiqing. Bu jarayon sizdan ko'p vaqt talab qilmaydi, lekin juda katta muhimlikka ega.
Har bir detalga e'tibor bering. Manzil, maydon, egalik shakli, kimning nomida ekanligi, mavjud cheklovlar, garov, taqiq, hokazolar. Ma'lumotlarning har biri qog'oz hujjatlaringizdagiga to'liq mos kelishiga ishonch hosil qiling. 2. Agar nomuvofiqliklar topsangiz, eski hujjatlarni to'plang. Agar elektron bazadagi ma'lumotlar bilan qog'oz hujjatlaringizdagi ma'lumotlar o'rtasida farq topsangiz, darhol harakatga o'ting. Sizning eski kadastr pasportingiz, uy orderi, notarius tomonidan tasdiqlangan oldi sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi va boshqa barcha tegishli hujjatlarning asl nusxalarini to'plang. Bu hujjatlar sizning huquqingizni tasdiqlovchi asosiy dalillar bo'lib xizmat qiladi. 3. Davlat xizmatlari markaziga DXM murojaat qiling. Topilgan nomuvofiqliklar yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotlar bilan bog'liq masalalarni hal qilish uchun o'zingizga yaqin joylashgan har qanday davlat xizmatlari markaziga DXM murojaat qiling. Bugungi kunda DXM filiallari har bir tuman va shaharda mavjud bo'lib, fuqarolarga qulay va tezkor xizmatlar ko'rsatmoqda. Bu markazlarda malakali mutaxassislar sizga masalani tushunishga va qanday hujjatlar talab qilinishini aniqlashga yordam beradi. 4. Ma'lumotlarni yangilash jarayoni va kerakli hujjatlar. DXMga murojaat qilganingizda sizdan quyidagi asosiy hujjatlar talab qilinishi mumkin. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta, mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi eski kadastr hujjatlari, asl nusxasi. Agar mavjud bo'lsa, uy-joyga oid barcha boshqa hujjatlar, oldi sotdi, hadya, meros shartnomalari va boshqalar. Arizangizni to'g'ri shaklda to'ldirishga tayyor bo'ling. Ba'zi hollarda mutaxassislar uy-joyning qayta o'lchovini o'tkazishlari yoki qo'shimcha tekshiruvlar talab qilishlari mumkin. Bu jarayon bir necha kundan bir necha haftagacha davom etishi mumkin. Shuning uchun sabrli bo'ling. 5. Firibgarlikdan ogoh bo'ling. Hech qachon hech kimga telefon orqali yoki shubhali elektron pochta xabarlari orqali shaxsiy ma'lumotlaringizni, bank karta raqamlaringizni, elektron raqamli imzo parollaringizni yoki boshqa maxfiy ma'lumotlaringizni oshkor qilmang. Davlat idoralari xodimlari sizdan bunday ma'lumotlarni so'ramaydi. Barcha rasmiy operatsiyalar faqat shaxsan davlat xizmatlari markazlari orqali yoki tasdiqlangan rasmiy veb-saytlar mybento.uz, kadastr.uz orqali amalga oshiriladi. Har qanday shubhali xabarlarga yoki qo'ng'iroqlarga ishonmang. Darhol o'zing va kerak bo'lsa, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar bering. 6. Muntazam ravishda mulkingiz holatini tekshirib turing. Ma'lumotlaringizni bir marta yangilaganingizdan keyin ham vaqti bilan, masalan, har 6 oyda bir marta o'z mulkingizning elektron bazadagi holatini tekshirib turishni odat qiling. Bu sizni kutilmagan vaziyatlardan, masalan, sizning ruxsatingizsiz amalga oshirilgan harakatlardan xabardor qiladi. Bu kabi muntazam tekshiruvlar sizning mol-mulkingizni ishonchli himoyada ushlashga yordam beradi. 7. Yangi mulk xarid qilayotganda yoki rasmiylashtirayotganda, yangi qurilgan kvartira yoki uyni sotib olayotganda, quruvchi kompaniya yoki sotuvchidan barcha hujjatlarning elektron kadastr tizimiga to'liq va to'g'ri kiritilganligini tasdiqlovchi dalillarni talab qiling. Bitimni notarial tasdiqlashdan oldin notarius bilan birgalikda mulkning barcha ma'lumotlarini elektron bazada tekshirib oling. Shuningdek, bitim amalga oshgandan so'ng yangi egalik guvohnomasi elektron shaklida sizning nomingizga rasmiylashtirilganligini va uning elektron bazada aks etganligini yana bir bor tasdiqlashni unutmang. Elektron kadastr ko'chirmasini oling va uni saqlab qo'ying. Xulosa va yakuniy chorlov, hurmatli do'stlar, ko'chmas mulkni ro'yxatga olish va kadastr tizimidagi o'z fuqarolar uchun katta qulayliklar yaratdi. Ammo bu qulayliklar bilan birga bizdan yanada ko'proq e'tibor va ogohlik talab qilinadi. Mol-mulkingizni himoya qilish, uning qonuniy va to'g'ri rasmiylashtirilganligiga ishonch hosil qilish o'zingizning qo'lingizda. Yuqorida sanab o'tilgan amaliy maslahatlarga amal qilish orqali siz o'zingizni va yaqinlaringizni kutilmagan muammolar va moliyaviy yo'qotishlardan himoya qilgan bo'lasiz. Har bir fuqaroning o'z mulkiga egalik huquqi daxlsizdir. Ammo bu daxlsizlikni ta'minlash uchun sizning faol ishtirokingiz muhim. Siz bu borada qanday fikrdasiz? Siz ham kadastr bilan bog'liq qandaydir muammolarga duch keldingizmi? Izohlarda o'z mulohazalaringizni yozib qoldiring. Biz barcha savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Bu videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun doim eng dolzarb va muhim ma'lumotlarni taqdim etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.